Buni bo'yini cho'zilganini ko'ring. Kanariyada gnizdosiga toshilgan ipday deb qo'ysa, opalarimiz hujumda urdi. Yoqqa bitta yildik, yoqqa bitta yildik. Alo. Manonimizga sal bilmayman, kaloriya kirib ketishi degan ancha katta bo'ldi bu ham. Ha, chiqoqqa o'xshab yuraverdi. Mana Xudoning qudrati bilan juda ham katta bo'lib ketdi. Tikka turganda mana shu yerdan kelyapti. Albatta bularga bedanani tuxumini ukropga aralashtirib beramiz. Ba'zi fillarimizga ham shunaqa beryapti, bularga bersak, rosa maza qilib bergan. Plus mana maxluqlarimizga chubati. Asal bo'lsa. Sayra sherilarini ishtonga jo'ratdi bu. Yashil. Buni nomi boshqacha ekan. Mana buni modasi bor. Nasib bo'lsa, qo'shiq harakat qilamiz. Buni ham nomi bilmas edi, esimdan chiqib qoldi. Ana bolachasi. Nechtadir? Ochganimni ko'rdimda. Mana tuxumni qarang. Bu tuxumlar to'rtta, voy 5 ta ekan даже. Issiq sharoit, suvi dona bo'lib tursa, tasarat tuxum qo'yaverar ekan. Nasib beradi, o'tirib bizda 5-10 minut mana shu yerda charchoq yozdi qilaman. Drakon. Tasavvur uchun mana yerda mayli, o'rtacha 60 sm bo'ladi, 70 sm bo'ladi. Ha? Che, qanday? Ajoyib.